alaykum, bizni kuzatib boruvchi hamyurtlar. Mana yangilikda to'xtamadik. Mana bir ko'rib, bir baho berasizlar o'zingizlar. Mana aka. Listli darvozalarimiz eniga 3.30, bo'yiga 3.40 bo'lgan. 1.8 da 2 qavat. Mana darvozamiz bor, eniga 4 metr, bo'yiga 3.5. 1.8 dan 1 qavat. Ikkala yon taglari shivellar. Xo'p, eniga keladi. Listlariga keladigan bo'lsa 1.8 dan 2 qavat bo'lgan. Pechat darvozalarimiz bor mana. Eniga 4 metr, bo'yiga 3.5 bo'lgan holatda. To'rfayranda bosma shtampovka deyiladi buni. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiraman. Bemalol aloqa chiqishlaring mumkin. Kachelalarimiz bor. Akamiz shetda o'tiradilar. Kelib chiroyli bir zakaz berishlaring ustol bizda. Barcha darvozalarni tayyorlab olib borib sanabga qilib beramiz. Oldindan e'tiborlaringiz uchun rahmat. Kimga shunaqangi darvozalar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer qoldiraman aka, bemalol aloqa chiqishlaring mumkin.